yurakda shiddat bo'lgay, shaxt bo'lgay. Yoshmiz dilimizda ezgu ahd bo'lgay, har yurakda shiddat bo'lgay, shaxt bo'lgay. Yurtboshimiz ko'rsatgan yorug' yo'lda manzilgacha yo'ldoshimiz baxt bo'lgay. Vatan bizdan kutmoqda buyuk ishlar, bu ishonchdan jo'shar ishtiyoqimiz. Bunda jamdir barchinoy alpomishlar, ko'ksi baland yoshlar. Har kunni chaman etmoq uchun gullaylik O'zbekiston yoshlari. Buyuk kelajakka yetmoq uchun Birlashaylik O'zbekiston yoshlari. O'zbekiston yoshlari. O'zbekiston yoshlari. Bolalikdan asof otni egarlab zafar quchgan Temur bobomiz. 12 yoshida taxtni egallab yurt boshqargan bizning Bobur bobomiz. 9 yoshda Qur'onni yod bilgan kim? Eng ulug' Buxoriy bobom, Chingizni titratgan Jaloliddin bobom. Har kunni chaman Etmoq uchun gullaylik O'zbekiston yoshlari. buyuk kelajakka yetmoq uchun Birlashaylik O'zbekiston yoshlari. Bugun jahon maydonida ko'p yoshlar bo'lmoqdalar ajdodlarga munosib. Ular yurtni marralar sari boshlar. Beruniylar Navoiy bobolarimiz bosgan izlarni